Qadrli birodar, qadrli opa-singillar, inson uzoq umr ko'rib borar ekan, albatta uning hayotida 3 marta ruhiy o'zgarishlar bo'lib o'tadi. Bu ruhiy holatlardan ayrimlar o'zlari bilgan, ayrimlar o'zlari bilmagan holda o'tib boradilar. Bu holatlarni ilohiyot ilmida bosqich sinovlari deb ataladi. Bosqich sinovlari insoniyatga 2 xil turda keladi. Birinchisi ochiq oshkora otash bilan keladigan sinovlar. Ikkinchisi yopiq yashirin otasiz keladigan sinovlardir. Endi birinchi tur sinovlar haqida so'z yuritamiz. Bu sinov o'z nomi bilan ochiq oshkora otashli bo'lib keladigan sinovlar bo'lib, sinovni bu turini inson o'zi bilgan holda o'tib boradi. Bu sinovdan otash ko'p bo'lgani bois insonda o'z boshqaruvini ham epla olmay, javrab baqirib, gaplarni farqiga bormasdan gapirishi yoki bir joyda turolmay tinimsiz bemaqsad harakatlar qilishi mumkin. Ayrim holatlarda inson quvvati o'z quvvatidan bir necha barobarga oshib borishi mumkin. Bu holat tibbiyotda yengillari stress, o'rtacha og'irliklari depressiya, og'ir holatlari shizofreniya deb ataladi. Diniy tushunchalarda sinovlar deyiladi. Aziz muxlis, izohlarda biz bilan bo'ling. Agar ma'qul kelsa, yaqinlaringizga